Ana hozir mali ekan maqtab qo'yay, halidan beri qiriyapti. Ana. Hoppa. Olib keling bu yoqqa chiqaramiz. Mana olib keling. Bunday kutiraymi yo? Hozir bipodoshlar mana bu yutib yuboribdi. Hech narsamiz yo'q chiqargani. Mening kallasi ursa og'zini ochadi. Mana ochdi. Bo'lmasa ochib bo'lmaydi. Dalchi yutib yuboribdi. Bunga o'zi aynaqangi kerak chiqargani. Endi iloji yo'q. Operatsiya qilamiz ekan. Bitta cho'pak bo'lganda ham mayli deya. Cho'pak topamiz. Ana. Ichkarida turibdi mana. Chiqdi. Kallasiga ursangiz, lekin o'ladi o'lishga. U og'zini ochadi. Bo'lmasa mana shunday yumib ochmaydi ekan. Aynaqa dam kiratda ham ocha olmaysiz og'zini. Bugun ovimiz 14-chislo mana chetga ketyapti. Mana. Chiqaryapti mana. Mehmonlar hali yuribdi. Ketish niyati yo'q. 3-4 sutka bo'lyapti. Zo'ntigimda ham olgan. Mehmon otangdan uloq. Ha, mehmon otangdan uloq. Andijonda Baliqchi rayonining Tulkovat qishlog'idan mana yigitlar maza qilyapti o'zi ham. Maza qilyapsiz Malik aka. Bunaqasi bo'lmagan deb qo'ying-da. Xudogilarga omad. Bugun 14 bo'lsa kerak, chislo ili 15. Ovimiz juda ham qiziqarli tarzda. Shamol bor, ozgina mazza. Assalomu alaykum, yana bir bor gulpadoshlar. Rasa qo'ng'iroqlar bo'ladi, men ola olmayman-da. Hozir ham bir yigit 6 marta qo'ng'iroq qildi. Syomka bo'lyapti va ashta to'xtab qoladi. Bilaman, so'kyapsiz, kallanga deb. Lekin bu yoqda men ham so'kayotgan bo'laman, nimcha qilaveradi deb. Stoyka turibdi yana. Stoyka. Ana shu stoykada pauza holatda shunday turadi. Paklovka boshlangandan keyin paklovka ko'ryapsizmi? Paklovka boshlanganda yana ketadi keyin. Syomka. Ana. Paklovkalar turibdi ana. Agar ko'rinayotgan bo'lsa. Ana shuning uchun men uncha baliq ovda uncha nima qilavermayman. Telefonlarga javob beravermayman. Lichkaga yozib qo'ysalang, lekin bemalol bo'ladi. Kechik payt borib, iloji boricha 2-3 kundan beri lichkaga ham kira olmayapman. Mehmonlar bor, borib qatib qolyapmiz. Ujinni qilamiz. Ertalab turib yana baliq ovga. Ovdagilarga omad. Lekin bitta rep qo'zni bir tashlamasida o'tiribmiz. Zo'rga kirib olganmiz. Joyini ham aytish qiyin narsa. Bir ruxsat olib, rabochisi shepidan ruxsat gaplashinglar dedi. Gaplashib yurib, bir narsa bir qarindosh chiqib qoldi, ishqib mehmonlarda. Ishqib bir amallab kirdik. Paklovka bo'lyapti, yaxshi, yomon emas. Rizq Allohdan bo'ladi, Allohga shukr. Mana. 15 mikin. Mana gulpadoshlar mana. Talablarga binoan erkagi kelyapti mana. Syomka qilib charchadik mana. Plyonka ham tugab qoldi. Gulpa, ovdagilarga omad. Mana kelyapti mana. Pazakas. Uchiga olib kelib qo'ydi, kurchukni qara, olib ketib qolmasin. Bu katta ekan-a? Ha. Bu katta ekan boyagini. Mana. Gulpa. Nimaga tushdi bu? Mazza. Bugun nechi? 15 mi, 16 mi chislo? Vallahi alam nechi ekan?
Bugun to'rt ekan bugun. Voh. Qarang, o'ta shustri baliqlar ey. Qarang, tortib yuribdi. Tortyapti katta lekin. Afsuski yemayapti. Ana. Tortyapti. Yedi. Oh, yedi. Yes. Oh, yes такая буква. Kelyapti mana. Oh, yes такая буква. Ёлки-палки ana. Kelyapti. Yaman shustri. Vah! Ketdi. Вот потерян удары. Keldi yana bitta. Tortyapti. Ketyapti. Yaman shustri ekan. Ana, ketyapti. Ketdi. Ras. Yes bugan. Yes. Oo, katta ekan. Yes. Ёлки-палки, mana. Oh! Yes такая буква. Voh. Shiddatli bo'lyapti o'zi ham.